chap tomonga qo'shimcha seksiya qo'yilmaganligi sababli mana shu muammo vujudga kelgan. Biz chapga burilamiz, yana shu chap tomonni egallaymiz. Yana bu yerda ham o'rta qatordan to'g'riga harakatlanishi kerak bo'lgan haydovchilar ham hozir chapga buriladi, tomosha qilasizlar. Biz 3-yashil yonganda menimcha ulguramiz. Biz 2-yashilni ham o'tkazib yubordik. Yana uzoqdan hozir ko'rmayaptimi yo'qmi? Bizga yashil yongan, lekin kesishayotgan chorrahadagi mashinalar hali harakatni tugatgani yo'q. Ya'ni chorraha ochilgani yo'q. Yaqinroq borganda yana tomosha qilamiz. Ana qizilda endi harakatni tugatdi. Bu tomondagilar hali harakatni boshlay olmay turibdi. Nimaga deganda chorraha ochilmadi, bo'shamadi. Endi ular boshladi. Ozgina harakat qilgan paytda ularga hozir qizil yonadi. Keyin ular yana chorrahani to'sib qo'yadi. Ularda ham o'sha chapga burilish qo'shimcha seksiya bo'lmaganligi uchun chapga buriladiganlar asosan qizildan keyin ham harakatni davom etadi. Mana qarang, mana yashil yondi. Qarang, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sekundda mana oxirgi Toyota o'tdi. 10 sekundda o'tib bo'ldi. Chorraha ochildi. Bizning 10 sekundimiz u tomondan kesib o'tayotgan, burilayotgan, chap tomonga burilayotgan haydovchilarga tortiq qilindi. Bilasizmi? Mana bu tarafda harakatlanayotgan bizning yo'limiz edi, lekin biz 10 soniyamizni hadya qilib yubordik-da, ehson qilib yubordik. Va bu men mana hozir 4-yashilni o'tkazib yubordim, hali ham o'tolganim yo'q chorrahadan. Qo'shimcha seksiya qo'yinglarda men 2 martada o'tib ketay mana shu yerdan. 4 ta yashilni kutib boshqa qilgandan ko'ra qo'shimcha seksiya qo'yinglar. Men chapga birdaniga o'tib ketib qolay. 2 martada o'tay shu yerda. Mana 5-yashil yondi hozir. Mana hozir davom etyapti hali ham. Mana hali ham davom etyapti. Tasavvur qiling, mana ko'ryapsizlar? Hali kirib kelyapti. Ha, signal chalish, asabbuzarlik. O'shaning uchun ham mana bu o'rtadan kelayotganlar mana yo'lni toraytirib, o'rta qatordagilar ham chapga burilishga majbur bo'ladi. Chunki bu yerda yurganlar hammasi biladi, men hozir bu chap qatorni egallasam deydi, 5 ta yashilni o'tkazib borib 6-yashilda o'tishim kerak deydi. Undan ko'ra mana bu yoqdagidan kirib keladi-da, o'tib keta qoladi. Ana qizil yondi, endi biz o'tamiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sekund orqamdagi mashina endi mana chorrahadan o'tib bo'ldi. 12-13 sekundda biz tomondagilar o'tyapti. Ularning haqqini yeyapti. Va 10 sekund, 11 sekundda u tomondagilar bu tarafdagilarning haqqini yeyapti. Lekin bunga sabab nima? O'sha izohda o'zlaringiz qoldiringizlar. Kimlar mas'ul va qanday, nima uchun shunaqa bo'layotganligini fikrlaringizni qoldiring. Biz uchun bu juda ham qiziq. O'ylaymanki, mutasaddilar uchun ham bu izohlarni o'qish juda qiziq bo'lgan bo'lar edi. Hurmatli mutasaddilar, nima uchun shu qo'shimcha seksiyadan foydalanilmaydi chap tomonga? Nima uchun? Nima bizga xalaqit qilyapti? Qo'ysa biron narsa o'zgarib qoladimi?